Avvalambor rahmat mana shu sanatoriy personaliga, xizmat personaliga juda ham ajoyib insonlar ekan. Mana shu yerga kelib, xudo xolasa adashmadik. Boya maqtanilgan suvlarni olib 1,5 metrdan chiqadigan 45-42 gradusli suvda mazza qildik mana bolalarni. Bular ham mehnatlarga rozi bo'lsin. Havolari undan ham toza, havosini o'zi bir dardlarga davo bo'lar ekan. Hammalariga xizmatlaringga rozimiz. Biz mana shu yerga kelganimizdan juda xursandmiz. Adashmadik. Boshqalarga mana shu yerga kelishni maslahat beramiz. Rahmat, hammasiga rahmat, hammasi uchun rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu xayrli Xovtok sanatoriyasining jamoasiga katta rahmat. Birinchi navbatda ularni chiroyli muomalasi men xursand qilgan tomonida, har bir mana shu ishchi xodim kelgan dam oluvchilarga juda ham bir yaxshi munosabatda bo'ladi. Shuning o'zi odamning birinchi kayfiyatini ko'taradi. Qolaversa mana shu muolajalar, massaj, parafin, tokdagi, ayniqsa mana shu mineral suv, vannadagi mineral suvdan bir foydalandik. Juda ham o'zimizni yaxshi his qildik. Juda ham o'zi kelgan odamga, dam oluvchiga zarur bilinadi. Yana qancha shu dam oluvchilar bilan tanishdik. Biz mana shu yerga kelib dam olganimizdan juda ham biz xursandmiz. Mana oilaviy akam, yangamlar bilan, turmush o'rtog'im bilan keldik. Hozir ketyapmiz, shu akaman bir-birimizga nima qilyapmiz-da, bir yaqin kishilarni tashlab ketganday bo'lib, bir nima deyish, shunaqangi bir sog'inch bilan ketyapmiz-da. Nasib qilsa Xudo xolasa yana kelamiz. Yana bir bor xayrli Xovtok jamoasiga katta rahmat. Shu dam olish niyatida yurgan ko'plab shu yurtdoshlarimizga shu yerda dam olishni tavsiya qilamiz. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum. Mana hozir xo'jayinimning, qaynimning gaplariga qo'shilaman. Men gapiraman degan gaplarni ular aytib qo'ydi. Rahmat hammalaringizga. Biz juda chiroyli, juda go'zal dam oldik. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Juda bu yerning xodimlariga rahmat aytamiz. Ular qilgan xizmatlariga rozi bo'lishsin. Ayniqsa Nazakatxonga ham alohida rahmat aytamiz. Massajchi qizimizga. Hammalaringga rahmat. Biz juda chiroyli dam oldik. Hamma yurtdoshlar kelinglar, dam olinglar, rohat topmaz, zaqib ketinglar. Rahmat hammalaringga. Assalomu alaykum. Mana bugun biz akamlar bilan, turmush o'rtog'im, ovsinlar bilan mana shu Xovtok sanatoriyasiga dam olishga keldik. Kelishimizdan maqsad mana shu Xovtokda madam suv uchun kelgandik. Mana shu madam suvida 18 ta element borligini bilib, mana shunday joylarda shifo topish uchun kelgandik. Adashmagan ekanmiz. Undan tashqari fizioterapiyalari ham juda ham yaxshi. Parafin, tok, massaj hammasi juda ham yaxshi. Mana shu ishlaydigan xodimlarga, Lola dugonamizga, Nazakat singlimizga, Shoira singillarimizga katta rahmat. Juda ham mana shu fizioterapiyalarda o'zining yaxshi muomalalari bilan bizga xizmat qildi. Hozir bizni mana shu oyoqlarimiz, qo'llarimiz og'rirdi. Mana shu og'riqlar ham yo'q bo'ldi desa ham bo'ladi. Sizlar ham keyinsizlar. Mana shunday ajoyib sanatoriya borligini bilmagan ekanmiz. Kelib adashmagan ekanmiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'lingsizlar. Xayr Xovtok jamoasiga katta rahmat.